Qizlar to'g'risini aytinglar, sizlar ham sezyapsizlarmi? Oxirgi paytlarda bolalar reально nежнелashib ketyapti. Hozir men suqib tashlaysizlar, qizlar, bolalar bilmadim, hit qilasizlar, ну, короче, мне всё равно, men gapiraman. Yaqinda, как бы bitta tanishim, men anchadan beri ko'chaga как бы svidaniyaga taklif qilib yurdim. Men yo deb turdim. Keyin oxirgi zerikib turdim, aytdim, "Ну, mayli, chiqaman" dedim. Faqat o'rtog'imni ham olib chiqaman dedim. Просто o'rtog'im ham как бы u bilan tanish, biz общий tanishlar. U bola keldi, pastda kutib turibdi bizani. O'rtog'im bilan men sochimni qo'yaman, o'rtog'im makiyajni sekin-sekin qo'yadi, почти biz bo'ldik, всё. Aytdim, hozir 10 minut kutib turing, hozir tushyapmiz dedim. 10 minut o'tdi, keyin yozyapti, как bo'ldingmi, men ketaveraymi, yo bu yoqda уже meni jirchitib o'tyapti, как бы u o'yladi, что menda shans bor, dabro bor, endi unga men как бы qo'pol gapirsam bo'ladi deb o'yladim, bilmadim. Hozir 2 minut deb yozsam, "Yo'q, men ketaman" dedi. Okey, bo'pti, ketavering desam, 2 minutdan keyin Telegramga kirsam, menga video tashlayapti, rulda yuribdi, ketyapti. Jahlim chiqib ketdi, qizlar asabiylashib ketib, sразу istoriyani ochib qildim, blok qildim hamma yoqda, u bola bilan всё, hamma kontaktlarni uzib yubordim. Xolasinglar meni hit qilinglar, xolasinglar so'kinglar, xolasinglar urushinglar, men bunga tayyorman, lekin havasini boricha aytdim, bolalar, как бы, или menga tushayotgan bola shunaqa bo'lishi mumkin, bilmadim, boshqa bolalarni bilmayman, lekin nежнелashib ketyapti. Iltimos, bolalar o'zingizlarga qaytinglar. Hammaga rahmat.